Assalomu alaykum kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzatib boring, like bosib obuna bo'lishni unutmang. To'ylarni qanday o'tkazishga oid yangi qoidalar bilan batafsil tanishing. Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi kengashi va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashining qo'shma qarori bilan to'y-hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarni o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Mazkur qaror 2020-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi. Unda to'y-hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarning quyidagilarga amal qilishi lozim. Nizomga ko'ra, oilaviy tadbirlarning o'tkazilishini tartibga solishda ijtimoiy adolat va qonuniylik, milliy urf-odat va qadriyatlarga sodiqligi, boshqa din va millat vakillarining urf-odatlarini hurmat qilish hamda jamoatchilik fikrini inobatga olish tamoyillariga rioya etiladi. Ushbu hujjat bilan bunday tadbirlarni o'tkazish tartibiga umumiy talablar qo'yildi. Unga ko'ra, oilaviy tadbirlar faqat bir kun, dafn etish marosimi bundan mustasno, soat 6:00 dan 23:00 oralig'ida o'tkaziladi. Soat 23:00 dan keyin oilaviy tadbirlarning davom ettirishiga yo'l qo'yilmaydi. Oilaviy tadbirlarda 200 nafargacha, mazkur tadbirlar munosabati bilan osh berish marosimida 250 nafargacha kishi qatnashadi. Qo'shaloq to'y-hashamlarda 250 nafargacha, u bilan bog'liq osh berish marosimida 300 nafargacha kishi qatnashishi mumkin. Dafn etish va motam marosimlari ko'pi bilan 3 kun mobaynida cheklanmagan miqdordagi fuqarolar ishtirokida o'tkazilishi mumkin. Osh berish marosimi bundan mustasno. Oilaviy tadbirlarni o'tkazishda quyidagi talablarga rioya etish shart. To'y-hashamlar o'tkazuvchi shaxslar tadbirlarni o'tkazishdan kamida bir hafta oldin yashash joyida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini xabardor qilish zarur. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang.